Bu shuncha internet xotgan xato sap qolganini qutqizish usulini tushuntirib qo'ymayman. Ko'pin xato qilayotgandagi bolaning shu men degandek, birinchisi ulab qo'ysagan bolalar, ikkinchisi rol qarvatga qo'ysagan bolalar, uchinchisi mashina ziyod yaqin kelib qolganda jiddiylik bilan xato qilib qolsa, uch xil usulda sizlar eng jiq xatolisizlar. Mushta usul xatolashib qolsangiz, men degan usuldan foydalansanglar, yanlam layoqat bo'la olasizlar. Bu shuncha internet xotgan xato sap qolganini qutqizish usulini tushuntirib qo'ymayman. Men oldin filmda mana xotga o'lcham selish usulini tushuntirib qo'ygan. Bundan hamda to'g'ri selish usulini o'rganib olganlar. Endi tasadduqiylik yuzidan xato sap qolsangiz, o'zini qanday qutqizishlar men tushuntirib qo'ymayman. Butun imtihon berish oldiki bolalar diqqat qilib foydalanib qolinglar. Shu xato selish qanday chog'i ko'proq yuzardi deganda, birinchidan oldingiz mashina yaqinlashib qolganda, ikkinchidan rol qarayotganda yuqurlatganda yoki xot to'ylatganda, uchinchidan shu ulab qo'ysan asosda, uch xil asosda sizning ko'pincha xotni xato sap qolgan avval yuz berdi. Normalda xato sap qolgandan keyingi o'zini qutqizish usulini men tushuntirib qo'yman. Shuni foydalanib qolsa. To'g'ri men do'stlar, men qalaymiz. Vallahi biz birinchi xotdan ikkinchi xot qilish uchun men qalaymiz. Men 10 dan to'biga 10 dan 20 dan o'ttirsa 15 bo'ldi. Men 10 dan to'biga chiqib 15 ga chiqib ikkinchi xot qolamiz. Ikkinchi xotni uchinchi xot qilish uchun 20 dan to'biga chiqib 25 chiqib 2 qolamiz. Uchinchi xotdan to'rtinchi xot chiqarish uchun 35 ga chiqib 4 qolamiz. Biz mana tartiblik asosda shu o'lchamlik olgan bo'lamiz. Shu xotsiz jarayonda hamda xatolik o'tkazib qolsanglar, o'zingizga fursat qo'yadigan usuldan ish qilaman deb berma. Masalan, sizlar xotni qanday saqanda xot atlab saqan bo'ldi. Qanday saqanda xato saqan xotni tuzatgan oldi degan gaplar bor. Birinchi xot usullab qolsam, shu sizlar birinchi xotni 15 ga chiqarib, uchinchi xot qilib bersanglar, asosan xot otilgan bo'ldi. Uchinchi xot tushgan jamoatlar mana birinchi xotni 2 saltoq, 3 saqan jamoatlar bundan xato saqan deb buzib o'tdi. Bir usullab qolsam, shu 4-chi xotni sizlar 3 kalaman deb 2 silib bersanglar, ma'lum xot otilgan bo'ldi, xato saqan bo'ldi, buzib o'tdi. Men 2 xil sharoitda buzib o'tdi. Yana bir 2 xil xato saqlash sharoitida 10 numar tutdi. Bundan foydalanib qolsangiz, hozir tepsida so'zlab Allah sizlar shu 2-chi xotdan 25 ga chiqib 3-chi xotga olaman deb tasodif bir chirib qolgan bo'lib qolsa, hech qisi yo'q. Shu bo'yicha menib tursak, mashina ostiltib hamda mangandan keyin yanlam xotni azroq maydasib 15 chiqib 2 kelib, yana 25 chiqib 3 ga olsak 10 numar tutib oldi. Biz xato chiqib qoldi, qo'rqib ketib o'zini to'xtatib bersanglar yoki bo'lmasa o'zini jiddiylikka vaqtlashtirsangiz bo'lmaydi, numar tutib oldi. Nima kerak? Biz shu menatgan rayonning o'zi yo'l ustulab qolsa, to'xtab qolgan bo'lsanglar, nima to'xtasangiz bo'ldi, shu jarayonda ezib bitib qolsanglar, to'xtatib, boshdan og'ir chirin tashlab qolsa, laba urib, so'ldan chirin yiqib chiqamiz. Bo'lsa yoki piyoda qolsa to'xtab bo'lmaydi, numar tatidi, chirin tashlab qolsa to'xtab laba urib chiqsak bo'ldi. Navada to'xtatmasak, nima xato sap qolmas, shu menga berib 15 dan 2 ga 25 chiqib manda avvalda maqsadni 10 numar tutib, yana 90 numar orqali sizlar oxir nuqta bara olasizlar. Bundan diqqat qilamiz. Xato saqan bilan lekin xot birga chiqib qolgan ekan, 2 dan 1 ga olsak bo'ldi, 2 dan 3 ga olsak bo'lgan bo'lganligi uchun xot otilgan bo'lmaydi. To'xtatib yana qaytib barsanglar 10 numar tutdi. Yana aql usullab qolsa sizlar xotni 3-chi xotda, 3-chi xot turib sizlar men 35 ga chiqib 4 qalaman deb o'ylab, 4 tushmay xot 2 chiqib qolmasa hech qisi yo'q. Men xato sap qoldim, 4 saldim deb 2 sap qoldim deb o'ylamaysizlar. 3-chi xotdan 2 xot qilishman normal avval odatda xot otilgan bo'lmaydi. 2 xot chiqib qolsa navada suratlan xot moslashmaydi deb 35 deb bilan biz 4 qalaman 2 chiqib qolsa 10 numar chiqqan bo'ldi. Joyida suratni ostiltib yoki to'xtatib yoki 2 xot tushgan bitta shu yerda menib turib, yana uning kayindan 25 ga chiqib 3 ga deb, uning kayindan yana 30 ga chiqib 4 ga normal tuz tasanglar, bundan 10 numar chiqqan bo'ldi. Yana sizlar 90 numar bilan yana layoqat bo'lish ehtimolinglar bor. Oyoq kayakchi o'lchamni kelsanlar, yana layoqat bo'la olasizlar. Mushlarni foydalanib qolsangiz oldi. Nurg'un bolalar 4 saldim deb 2 sap qolsa xato sap bilan o'zini buzib qolgan va amaliyotda 10 numar tutgandan deb yo'q 10 numar tutgan yo'q. Unda sizlar unda o'ylanmaysizlar. Yana bizga shu 2-chi xotni 3 gacha bir qilib kelsizlar, xato sap qoldim deb o'ylab, mashina voz kechib o'tgan bolalar va shunda bolaning imkon qilganlik uchun boshqaning beshinga kelib qolganda shuni foydalanib qolsanglar deb men tushuntirib qo'yaman. Foydalanib qolsang oldi. Yana shu bir chiqib qolsa mayli, yana azroq menib 15 ga chiqarib 2-chi xotga elitib, uning keyin yana oshirib 3 qalamas, 4 qalamas 2 chiqib qolsa mayli, chiqib qolsin. Uning keyin yana azroq maydasib 3 kelib, uning keyin azroq maydasib 4 kelib tuz qolsanglar bo'laverdi. Buningdan shu 10 numar tutdi. Bek jiqnima tatmagan ekan, yana 90 numaraga layoqli bo'lish ehtimolinglar bor. Ko'pincha bolalar shunday ozlar 2 soatcha bir tiqib qo'ygan, 4 qalamas 2 qo'ygan bola jiq ko'p sonli egallaysizlar. Bunda sharoitda menga usulni foydalanib, 10 numar tutganlik uchun bundan sizlar foydalab qolsanglar bo'ldi. Amal va to'g'ri silanglar. Ko'pincha xato qilayotgandagi bolaning shu men degandek, birinchisi ulab qo'ysagan bolalar, ikkinchisi rol qarvatga qo'ysagan bolalar, uchinchisi mashina ziyod yaqin kelib qolganda jiddiylik bilan xato qilib qolsa, 3 xil usulda sizlar eng jiq xatolisizlar. Mushta usul xatolashib qolsangiz, men degan usuldan foydalansanglar, yanlam layoqat bo'la olasizlar. Davomli joy imkoniyatida hozir mashq normal qilyapmiz. Qaysi turdan qiynayotgan bo'lsanglar yoki 3-chi turdan ko'pincha shu 3-chi 4-chi qitim qilgan bolalar izlaysizlar. Boshda
sizlar chınqimay o'zingni oxirganda hamda qishinib qolayotgan bo'lib chiqqansizlar. Davomli foydalanib qoladi, davomli qishim kelsanlar o'tkish holatda o'lcham sistemini qimtamashda o'pmoqchigan sistemasidan mashinada yetaklash elib boryapman. Foydalanib qolsanlar oldin qilgan taqimlar film foydalanib qolsin. Hamma ko'pincha bola yana topolmaysizlar. Telefon nomerim 137 79 72 13 05 Vicha qolsanlar bo'ldi. Tushunadigan masala qolsa, hammasini so'rasam, "Yaxshi men o'zimdan tushungan yerni islaymiz. To'g'ri yo'l maslahat beryapman. Shu maktabda o'qish o'ylayotgan bola cho'ng fursat kelib keldi. Shu tarixlardan foydalanib qilamiz. Shu prava ilish orzusi bilan 30 yoshga 40 yosh prava pul olasizlar."